Mana do'stlar, Asaka ishonch servis ustaxonasida mashina moyini almashtirib, endi 2090-yilga boramiz. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Asaka ishonch servis ustalariga qoyil qoldim. Mashinamni, motori, konditsioneri va elektr qismlarini kelajakka borishga zo'r qilib ta'mirlab berishdi. Bo'lmasa do'stlar, endi mashinamizni sozlab olamiz va kelajakka uchib ketamiz. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Do'stlar, hamma yoq o'zgarib ketibdi. Mashinalar uchib yuribdi. Hammani ko'zida ochki, telefon o'rniga aqlli ochkilar bo'lib ketar ekan. Qaranglar, hozir taksi chaqirsam, uchar taksi keldi. Buni shofiri yo'q ekan. Hayron bo'lib turibman. Yana tepaga chiqqanda ishlamay qolsa-chi? Do'stlar, mana Asaka ishonch ustaxonasi yonida turibman. Kelajakda ham bu ustaxona rivojlanib, uchar mashinalarga xizmat ko'rsatar ekan. Qoyil qoldim. Do'stlar, Asaka ishonch servis ustaxonasi manzili 36-kollej ro'parasida. Professional ustalar xizmatidan foydalaning.